Assalomu alaykum, Hazarasi Baxli va bizlari Bashkirdan kuzatuvchi apa-ukalar, sizlar uchun zo'r joyga keldim. Hozir kuzatib o'taman. Super skidkalar joyi. Oyoq kiyimlar. Nechadan qo'yib berdingiz? Assalomu alaykum, Dilbuz opa. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nechadan qo'yib berdingiz bularni? Buları saylaganlari 50 so'm. Saylagan 50 ming so'm, eng? Havo. Hem razmirlari bor. Mana. Sifat shunday zo'r narsa. Bular yangi arzonchi, nevecemas, ina padoshlarini ko'rsinlar. Sifatlarini ko'rsinlar mana. Yine 100 ming so'mlik tapchikala 50 ming so'mdan. Chiroy, bu sidim chiroyli ekan. Uylari bor. Makaslarimiz ham yana 80-90 sotib turgan makaslarimiz. Bular ham 50 ming qo'yib berdingizmi? Havo. Bular ham 50 so'm. Ina. Bular ham hechida yo'q bu baho. Hazrat giyadigan narsa ku bu ina. Arkasi yapıp giyadigan makaslar qidirib yurganlar 50 ming so'm deb turibdilar. Tapchikalar qarang ina. Tapchikalar endi. Chiroyli ekan, ranglari chiroyli ekan. Renglari 3 xil rengi bor mana. Ana u da tigr ranglar. Yaplar bakma. Tigr rangini yapgan. O, bu ham chiroyli ekan. Keyin esa 50 so'm. 50 ming so'm saylagan, eng. 50 ming so'm ekan, ko'rishingiz mumkin qarang. Endi chiroyli bu. Mana. 3 xil rengi bor mana. Bularning ham 3 xil sveti bor. Bular ham ranglari yaxshi ekan. Shunday original narsa ina sifatli. Sifatlari yaxshimi, to'g'rimi? Beradi. Ajoyiblar bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, makasingiz ekan. Bu ham chiroyli ekan lekin. Ajoyib narsa makaslar. Bu xo'janalar ham to'g'ri keladigan xilis ekandan, chiroyli ekan qarang. Oyoq mamalarga ham giysa bo'ladi, yoshlarga giysa ham bo'ladi. Chiroylari xohlaningiz 50 ming so'm ekan. Ko'rishingiz mumkin, bir-birsidan chiroylilari bor, ko'rish ajoyiblari bor. Yana. Sifatlari dim cho'tki deydilar. Sifatlarına gap bo'lishi mumkin emas. Mana bir giyib atib beradigan emas, to'g'rimi? Bir oydan keyin 1 yil kamida kiyadigan oyoq kiyimlar ko'rishingiz mumkin. Sifatlari ajoyib. Buklar boshqasini ko'rsatadilar, ajoyib ina. Saylab olarasiz 50 ming so'm deb turibdilar. 50 ming so'm gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yana keladigan bo'lsak, bularni necha so'm deb turibsiz? Bu ham chiroyli ekan bular. Bular egasak, Husanbek bular xudo xolasa padarkiga ro'zayir. Padarga deb ajaysiz. Havo. Hem Yine. Hava? Kasalar ne işi makası alganlara şunday yanında koşup verir. Şunilay berberasiz bularni. Yine. Rengilerim bor, ezgilerim bor. Şunday chiroyli narsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Bozordan ham arzon narxda bular asalab bo'ldi, buni qo'shib berasiz. Shu makaslarni faqat shu makas algani. Mana. Bu hammaga yetmaydi ekan. Birov kelib, birov yangi menga bermadi degan insonlar bo'lmasligi uchun ishidan kelib bir oyoq kiyim oladi ekanlar, xudo xolasa. Shuni padarga qo'shib beradi ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham chiroyli ekan, mana ko'rinishini qaranglar. Bu padarkalik ham yomon zo'r ekan. Bu yaqinlaringizga, enaxonlara padarkaga, epkejonlaringizga padarka etib beraverasiz. O'zingizga kiyim olasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari bir-birisidan chiroyli oyoq kiyimlar boring. Bularni ko'rishlarni. Makaslarimiz dim sifatlilari geldi. İçlari ham machalkali, padoshamiz zo'r, boshqana narsa. Keyin bu makaslarimiz yana 50 so'm. Bular, eng? Bular 50 so'm, 70-80 sotganlarni 50 so'm. Bular kelishib beramay bular. Gap bo'lishi mumkin. Chiroylari bor ekan, ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Keyin bu tapchikalar yana. Bu tapchikalarning ranglari bor yana. Chiroyli ekan ular ham. Toza model bular. Toza model. Bankda ishlasangiz, skromniy qizlara, biznes ledi qizlara to'g'ri keladi o'g'illari. Bular ham original narsa. Har xillari bor ekan, mana qarang. Maktabchilar uchun ham chiroyli narsalar bor ekan, ko'rishlaringiz mumkin. Yoshlar uchun ham, ayollar uchun ham, katta onaxonlarimiz uchun ham to'g'ri keladiganlari bor ekan. Yana tapchikalarimiz keldi. Chiroyli ekan lekin ko'rinishlari. Bular bahosi 50 so'm. 50 ming so'mdan eng shular ham. Chiroyli narsa ekan lekin u qarang. Yaqinlaringizga padarga qidirib yurgan bo'lsangizlar, xudo xolasa, ina bardoy suv ham chiroyli ekan. Mana qarang. Tapchikalarimiz 50 ming so'm ekan. Yine ichi taqiri. Endi modadan keldi bu safar. Bu bunisi keldi, eng chiroyli ekan bu so'mlik. Buni sotib turardik yine bulardan. Modasi o'zgarib ketdi bu safar, eng. Keldi yine. Xolovchilar, xolang bundan olasiz degan chiroyli ekan. Bular shu yine. Bundan ham bo'lib keldi, bossiz bo'lib. Bu ham yaxshi ekan. Sifati zo'r, men kiyganlar biladi, sifati zo'r. Yonboshlari tikilib chiroyli bo'lib kelgan ekan. Qani, bularga keladigan bo'lsak, 100 ming so'mlik tapchini 50 ga qo'yib berdingiz.
karalar ham boyna Ruslanbek ko'rsating. Buni karalari ham boyna tarishmoy svetleri. Gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni chiroyli variantlari keldi bulari, ina. Her xillari bor, bir de saylab olaveradilar. Bular razmerlari bormi? Hava bor. Tapper bilasiz. 40 gacha bor razmerlar. Razmerlari bor ekan. Mana qara. Kilo narsa, ina krasovkalar ham Narsalar bor ekan, chiroylisi. Qani? Ina krasovkalar ham. Krasovkalar ham 50 ming so'm. 50 ming so'm. Krasovkalar ham beradi ekan. Bular, Hava, keyin inamini ko'rsating. 50 ming so'm beraman. Ina. Bular ham 50 so'm. Bular ham 50 so'mmi? Yo'q, So'mlik makaslaring 50 ming so'm. Shu 50 so'm olib bilalar shuni bundan berasini. 3 minglik xili bulari. Ayna. Bularimiz ham 50 bu krasovkalar yo'q. Kaç xili krasovka deydi. Krasovkalar bir-birisidan chiroyli. Bular 70 dan beri berasiz. 70 ming so'm. Bular razmerlaridan chiqadigan bo'ladi. Bular ham aytib o'taylik. 36 dan. 36 dan 40-41 bo'lgan qizlarimiz, ayollarimiz to'g'ri keladiganlari bor ekan. Xudo xolasa kelasiz, o'z yaqqanini olasiz. Maktabchilar uchun ham qulay. Original Xitoy o'zlari. Aynan. O'zbekistonlar. Krasovka sevuvchilar tashak qo'yinglar. 70 ming so'mdan krasovkalari zo'rlar gapdina qarang. Kattalari krasovkalar bormi degan insonlarga yuborib qo'ying. Ko'pchilik katta insonlar qidirib yuradi krasovkalari, kattalari uchun ham keldi. 70 ming so'mdan da tutilib, bular 50 ming so'mdan saylag'anida olasiz ekan. Alib podarkatni qo'ysangizlar, hech zarar etmaydi. Bemalol keyingi yil mazzat yeb yeyasizlar, uni ko'rishlaringiz mumkin. Bir-birisidan chiroyli narsalar bor. Lekin bu narsalarni 50 ming so'mdan tutilib, ranglarini qarang, ko'rinishlarini qarang, degan chiroyli varizlar bor. 90 dan satgan tapchikalarim 50 so'm bular. Endi 50 ming so'm. Buna 50 so'm. Hop. Bular ham 50 so'm. Bular ham 50 so'm ochib berdingizmi? Voy, pishim shikar bo'lib ketdim qarang. Kelinchaklaringizni alasizlar berib, gelinga intirgan insonlarga yuborib qo'yinglar. Yana 50 ming so'm degan chiroyli variantlari berib olasizlar. Yana hozir olqasizlar 50 ming so'm degan chiroyli variantlari kelgan, har xil variantlari bor, kuzatib o'taman. Yana yoz kisam, qish kisam bor, bahor kisam bor. 4 fasl oyoq kiyimi bor bu yerda, xudo xolasa. Niskindan desangizlar topib beradilar, bir-birisidan chiroyli oyoq kiyimlar. Bu akam bor ekan-a? Hava buning xo'janalamiz uchun tapchika olib chiqdi. Hava? Ruslan Tuğ'dan sonra gelenlere 60 so'm. 60. Başka birevlere 70-75 so'm. Ha, 70-75 satilib turibdi lekin o'zi. Ruslan Tuğ'dan sonra gelenlere xo'janalari 60 so'mdan beraman. Aynan, xudo xolasa, enajonlarimiz kelasizlar. Maloshnilar ham bor, ezminlaridan ko'p. Xudoyim shuni ko'yish aladavorlar niyat etib olinglar. Xo'ja bo'lgaysizlar, shunning ko'yishlarda kiyib borgaysizlar, xudoyim. Xudoyim niyat etib olib qo'ysangiz ham bir yaxshi niyat tavir. Xudoyim bir yo'l ochib, keyin xo'jam bo'larsiz. Xudo xolasa, umraga borarsiz. Ziyorat etarsizlar, xudoyim. Shuning patinkalar, eng ajoyib oyoq kiyimlar, bir-birisidan shikarning variantlari bor, ko'rishlaringiz mumkin. Har xil variantlari bor edi. Kattamisiz, kichimisiz, yoshmisiz, qarimisiz, atamisiz, umuman nechta odam bo'lishingizdan qat'iy nazar oyoq qizlarimiz to'g'ri keladigan oyoq kiyimi bor. Bir-birisidan bejirim, chiroyli. Yana har xil variantlarni doshli desangiz doshli, doshsiz desangiz doshsiz, skromnilari kerak desangiz skromniy minilar ham bor. Bankda ishlayman, nada ishlayman degan insonlar uchun ham oyoq kiyimlari bor. Kuzatib o'taman. Oddiyroqlari, miniroqlari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana. O'qituvchiman, bankda ishlayman yoki yaldir-yuldirunchalik xushlanman deganlar uchun xohlang bunday rangi, xohlang bunday rangi, har xil ranglarni topib beradilar. Bir-birisidan bejirimlari, chiroylilari shuda bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Manzili Hazarasi bozor, toza bozordan kelsangizlar, Toshkentdan to'g'ri o'tib kelishingiz bilan, toza bozor, Chasichlar, G'ola bozordan o'tib kelishingiz bilan Enorgilapam bu tarafda darvozadan bu yana o'tgan joyingizda gap qiladi, shunda duradilar. Shuning chiroyli bo'lib turibdi. Ediklardan aytib o'taylik endi. Ediklar ham Ruslanbek 100 ming, 150 ming, 200 mingdan sotilgan ediklar. Hava? 50 ming so'm qo'yib berdingiz. Ediklarimiz ham o'zingizdan ziyod olingan bular. Lekin bular ham yana 50 ming so'mdan skidkada qolmasin deb tutmoq qilganlar ham. Aynan. Bular ham 50 ming so'mdan gap yo'q lekin ajoyib. Xudo xolasa bu yo'limiz endi qish o'tdi desangizlar, keyingi yil berib olasizlar. Hozir 50 ming so'm vaqt taqqan, keyingi yil 150-200 dan olmaysiz shunda. Gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli variant ekan lekin ko'rinishlarini ko'rish. 120 ming so'mdan olib ko'pman bular olgan vaqtim.
Zararına bo'lsa ham berib eksindik, xudo xolasa. Olmasin deb turibman. Ne keyingilar qolmasin deb, ne xudo xolasa buni ham razmerlari bor, kelib ko'raverasizlar. Kichkinalarimiz ham 50 so'm, bular ham 50 so'm. Bundan tashqari mening podarkalari olaman desangizlar, xudo xolasa shu yerga kelaverasizlar. Dilfuza opam hamisha shu yerdalar, xudo xolasa xizmatdalar. Mana ben tarafdagi insonlar hamisha kelib ishidan xarid etishlari mumkin. Narsalarni garantiya beradilar, sifatlari ajoyib, bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Bir narsani aytib o'taylik, Ruslan Tuvudan degan insonlar обязательно skidkalari bor. Kelaverasizlar. Ben tarafim size deyishlang. Dilfuza opa size deyishlar ben tarafim. Ana bedaram ajoyiblari bor ekan. Kichkinalarimiz ham mana buydagi makaslar ham 50 so'mda Ruslanbek. Bular ham 50 ming so'mga qo'ydi. Bular ham ko'rsak. Bular ham 50 ming so'm ekan. Ibundagilarni 40 dan beri beramiz. Buları 40 dan beri berasiz. 1000 so'm var. Yuşup korobkaga kelasiz, soylag'aningizda 40 ming so'mni olasiz. Bunun ichida ham do'l chiroyli narsalar bor. Ko'rishingiz mumkin. Ana. 40 ming so'mdan beri beradilar, kelib olaverasizlar, xudo xolasa. Bular 30 dan beramiz. 30 dan berasiz. 40 ming, 30 ming gap qisqasi ko'nayacaksa bo'ldi. Kelib olaverasizlar, bir-birsidan chiroylari, ajoyiblari, shkarnilari bor. Detskilar ham bo'yna. Bular ham arzonat ko'pmiz. 120-130 satılganlar yine 70 beramiz. Yine ajoyib narsa original. Gap yo'q, ajoyib ekan lekin. Makaslar ham skidkada yine. 130 satılgan ishlar yine 100 ming so'm. Xitoyki. 100 ming so'm. Original narsa var. Bular yine 120 satılgan. 75 bular ham skidkada. 75 berasiz. Xitoyning narsasi. Bam bo'lgan, bam chiroyli ekan, endi bular doshlikni yaxshi ko'radi o'g'illar. Xudo xolasa kelaverasizlar keyin. Satılgan tuflilarni 80 ming so'mga tushirdik. Bular ham skidkada. 80 ga qo'yib berdingiz. 80 ming so'm skidkada. Gap bo'lishi mumkin emas. Tuflilar 80 ming so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin. Bu narsa chiroyli ekan boshqa. Bunday narsalar ham bor ekan. Xolovchilar bo'ladigan bo'lsa, ayna tuflilarga qaranglar. Kelinchaklarimiz uchun bo'ladigan yoki-da o'qishda o'qiydigan qizlarimiz uchun xudo xolasa ishini tuflilar bor. Bir-birsidan chiroyli tuflilar ko'rishingiz mumkin. Ayak kiyimlari, eng sifatlari Dilfuza opam to'g'risini o'diradilar, men tarafim. Dilfuza opamning tovarlari. Kelaverasizlar shu do'konimizda, shu joyimizda, xudo xolasa, shunning chiroyli narsalari olasizlar.